Mana shu bitta tablonni qancha radar tushib tashlabdilar akamiz. Hozir biz buni olib tashladi. Nimaga olib tashlaganimizni videoni oxirigacha ko'rsanglar, sababini bilib olasizlar. Xayrli kun. Hozir bizda taxol kelgan, bularda muammo. Tablo umuman yonmayapti. Mana hozir zavat qilamiz. Zavat bo'ldi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, o'rtachasi umuman yonmayapti. Astiga cheklay olyapti. Bunga hozir to'g'ri diagnoz qo'yib, nimadanligini oxirigacha ko'rsanglar, nimadan bo'lib chiqarini ko'rsatamiz. Bu tabloni titib tashladi, hamma yog'ini qarab chiqdi. Umuman hech qayerda uzilishlar yo'q, prosta platani o'zi kuygan bo'lib chiqdi. Bunga yangi tablo chaqirtirdi. Mana hozir test qilamiz. Polni yonyapti. Endi buni programma qilamiz. Programmadan keyin hamma narsasi, probeklari to'g'ri chiqadi. Hozir test qilish uchun prosta sochib hozir tekshiramiz. Aybi mana shundan bo'lib chiqdi. Taxoni tablosi qimmat ekan. Bilganlar kommentariya yozib ketinglar. Nech pulga tushgan shu akamizga, to'g'ri topgan odamga addushi podarkamiz bor.